Assalomu alaykum va rahmatulloh. Men Azam Abdulg'ofir 2005-yil Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida tug'ilganman. O'rta maktabda 9-sinfgacha ta'lim oldim. Keyin esa 2 yil davomida kasb-hunarga o'rgatish maktabida o'qishimni davom ettirdim. Maktab davridanoq ilm olishga, xususan arab tilini o'rganishga ishtiyoqim baland edi. 2024-yil noyabr oyida Shayx Muhammad Sodiq akademiyasi tarmoqlarini kuzatar ekanman. U yerda shar'iy ilmlarni o'rganish bilan birgalikda arab tilini mukammal o'rganish fikri uyg'ondi. Ammo akademiyaga kirish uchun arab tilidan ma'lum bir daraja kerak ekanligini bildim. Aynan arab tilini harflardan boshlab o'rganish maqsadida ochilgan akademiya qoshidagi onlayn Hazratim yo'lidan tayyorlov kursida o'qishni boshladim. Tayyorlov kursini foydali tomoni akademiya muhitini oldindan his qilishimga yordamchi bo'ldi. Darslar orqali arab tilini harflardan boshlab A1 va undan yuqori darajagacha o'rgandim. Eng asosiysi, akademiyaning tajribali ustozlari bilan Zoom orqali jonli darslar bo'lib, qo'shimcha bilimlar o'rgandim va dunyoqarashimni kengaytirdim. 3 oylik asosiy darslar yakunlangach, guruhimiz bilan darslarga mehrimiz tushib qolganligi sababli akademik bo'limdan darslarni uzaytirishni so'radik. Va alhamdulillah akademiya bizga ijobiy javob berdi va yana 2 oy ta'lim olishlik bizga nasib qildi. Tayyorlov kursi akademiyaga bo'lgan qiziqishlarni orttirgani aniq. Kursni muvaffaqiyatli yakunlab, sertifikatni qo'lga kiritdim va bu orqali akademiyaga muvaffaqiyatli qabul qilindim. Hozirda ko'rib turganingizdek, birinchi kursda o'qishimni muvaffaqiyatli davom ettiryapman va eng ilg'or talabalardan bo'lishga harakat qilyapman. Akademiyaga kirish istagida bo'lgan tengdoshlarimga akademiyaga kirishdan avval Hazratim yo'lidan tayyorlov kursida o'qishlarini tavsiya qilaman. Tayyorlov kursi nafaqat bilim, balki mustahkam poydevor ham beradi. Ilm yo'li sabr, ixlos, qat'iyat yo'lidir. Harakat qilgan inson albatta yuksaladi.